IELTS o'qituvchi bo'lib yurishdan foyda yo'q. Odamlarga foydasi tegmaydi. Chunki ingliz tilini ham o'rganyapti. Bo'ldi. Ingliz tilida bizda planimiz tayyor, menimcha pishdi. Nasim Talibov gapi borda, hamma bilgan narsa bilishga arzimaydi. Hech narsani bilmayman men. I'm just a poor guy with a 9. I'm broke. Inson bittagina yolg'on gapirishi uni rostgo'ylikdan, siddiqlikdan chiqarar ekan. Bo'ldi, uni rostgo'y deya olmaysiz, bitta yolg'on ishlatsa bo'ldi-da. Men uchun oila muhimroq. O'rtoqlardan ko'ra to'g'risini ham hozir shu yerda aytib qo'y, nimaga anaqa yo'q bo'lib ketganimni ham. Nimadir qilib yaratsa-da, haligi fake bo'lsa ham, olmagan narsasini ham men buni oldim, men buni qildim. Qancha qimmat bo'lsa, mahsulotingiz shuncha muammo kam beradi. Customer. Jon menga esda bo'lsa 2021-yil speakerdan 6,5 bergansiz, ingliz tilida gapira olmadim. Kimdan qarabdi? Da o'shanga arzigan bo'lsang kerak dedi. Voy, o'sha qildi. Aytaylik, masalan, bir kunda bitta muammo bo'layotgan bo'lsa, uni ustida yechimni topyapmanmi? Shu menga hayotimga ma'no beradi. Is it necessary degan savol uchun kerakmi bu o'zi? Shu savolni odamlar o'zimiz so'ramay qo'ydimi deyman-da. Kerakmi o'zi shu? Survive qilmasam bo'lmaydigan bo'lgan. Shunga yoshligimdan beri nima deydi, omon qolishga harakat qilib kelaman. Ulug'bekni ayolim, uylanish, oilam degan so'zlarni yig'ishib sevaman. Assalomu alaykum. Ulug'bek, podkastga xush kelibsiz. Ikkinchi marta sizlar podkastga qo'shilamiz. Bu safar o'zimniki. O'zi podkastdan maqsad suhbat yozib olish. O'zim uchun qolman. Podkastga nom ham qo'ydik, fikrlar chorrahasi degan. Xudo xolasa endi sekin-sekin fikrlar kesishadi. Keyin bayramingiz bilan, bugun o'qituvchilar bayrami 1-oktyabr. Rahmat. Bugun gaplashadigan mavzularimiz ko'p, ancha yig'ilib qoldi, chunki siz uylanganingizdan keyin yuqorib qoldingiz. Bolalarga qo'shilmay qoldingiz, yig'ilib qoldi, ancha ko'rishib turardik oldin. Shunda ham bir oyda bir. O'sha ham yo'q ketdi-da. Xo'p, Ulug'bek Umidjonov, Diyorbek IELTS o'quv markazida yuzlab o'quvchilarning sevimli ustozi, IELTS 9 sohibi, o'z blogini asoschisi, Telegramda blog yurgizasiz. Shaxsiy yutuqlaringiz ham anchagina yig'ilib qolgan, lekin bu haqida uncha ko'p gapirmaysiz. Toshkent shahridan 4 xonali uy, misol uchun, yaqinda Kia mashinasi, hammasi va endigina 20 ga to'lasiz. To'g'rimi? Adashmayman. Kengay. Savol bor, Ulug'bek. Shuncha muvaffaqiyat, shuncha buni orqasida turadigan mehnat uchun sabab nima? Shunchaki hayotda shunaqa holat tug'ilganmanki, ya'ni survive qilmasam bo'lmaydigan bo'lgan. Shunga yoshligimdan beri nima deydi, omon qolishga harakat qilib kelaman. Endi qiyinchilikni, endi hammani hayotda qiyinchilik bo'ladi. Hozir o'zimni victim qilib o'tirmoqchi emasman. Endi menimcha hamma boshqa odamlarga o'xshab, ya'ni ko'p muvaffaqiyatga harakat qiladigan odamlarga nima sababchi bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'zini har xil circumstancelar bo'ladi-ku, o'zini shunaqa holatga tug'iladi, shunaqa hayotga keladi. Endi shundan kelib chiqib hayotni boshlaydi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Juda ham ko'p ishlashingizga menimcha faqatgina u sabab emas. Ishingizni yaxshi ko'rganingiz ham bo'lsa kerak. Balkim yaxshilik sabab bordir, tabiatan shunaqadir siz balkim. Ya'ni men oldingi Ulug'bek ham esimda, oldingi Ulug'bek ham juda ko'p ishlardi. Hozir ham barcha ehtiyojlaringizni qondira olgan bo'lsangiz ham, hali ham ko'p ishlaysiz. Buni orqasida nima sabab bor? Xo'p, menimcha birinchi bo'lib boshlab chiqqani, ya'ni shunaqa bo'lib boshlangan, ya'ni ishim menga coping mechanism, ya'ni birorta stress bo'lganligi uchun boshqa nima qila olardim. Masalan, ko'pchilik aytaylik chekadi yoki ichadi. Agar birorta stress bo'lsa, hayotda qiyinchilik bo'lsa, o'shanga nisbatan qanaqadir reaksiya keltirish kerak odam o'zidan kelib chiqib. Endi menda ham har xil shunaqa nima deydi, shu mexanizmlar bo'lgan. Kino ko'rish, rosa ko'p ovqat yeganman, borib ham gaplashsak kerak. Va bulardan bittasi endi ish bo'lganda, ishlab o'zimni o'ndirganman yolg'izlikdan, chunki ko'pchilik tushunmaydi meni. Ya'ni shunaqa deb o'ylab katta bo'lganman. Va o'ylaymanki, asosan shu. Endi hozir ham nimaga ko'p ishlayapman? Buni sababi endi kelajakka harakat qilish kerak, ham ayniqsa oilali bo'lgandan keyin endi faqat o'zingiz uchun emas, ikki kishi uchun yashash kerak va kelajakdagi oila uchun. Asosiy shu, lekin hozir kamroq ishlayapman. Endi ayolim bilan ko'proq vaqt sarflaydi. O'z maqsadim shu, juda workaholic bo'lish niyatim o'zi boshdan bo'lmagan. Nimaga ko'proq ishlaganman? Shunaqa darajaga chiqdiki, ya'ni oldin o'ta dangasa bo'lganman-da. Dangasaligim uchun uni bitta yechimi shu dangasa bo'lmaslik bo'lgan. Shunaqa ko'p ishlaganmanki, dangasa bo'lish umuman xayolimga kelmagan. Endi shu maqsadda oldinda so'radingiz o'zingiz ham. Uncha kelmaysiz, men haftada 4 soat ishlayman derdingiz. Menda endi holat shunaqa bo'lgan, ya'ni ko'p ishlash kerak. Uni sababi shu ko'p ishlagandan keyin, odat bo'lib qolgandan keyin
haligi dangasalik qilmayman keyin. Ya'ni bekorchi bo'lishdan foydasi ham yo'q. Nima qilardim agar ya'ni ko'pchilik bo'sh vaqtini noto'g'ri ishlatadi. Bo'sh vaqtini noto'g'ri ishlatgandan ko'ra uni pul topganim yaxshi. Shuning uchun ham menimcha ancha foydali bo'ldi. Shu yoshimda ko'p narsaga erishishga harakat qilyapman. Kanalingiz yaqinda ko'rib qoldim. 14 soatli ish deb yozgan ekansiz. After 14 hours of work. Odatda 14 soat. 14 soat bu o'rtachadan taxminan 2 barobar ko'proqda. O'zi odatda 9 dan 5 gacha hisoblasak ham 8 soatlar atrofida odamlar ishlaydi. 14 soat bu hayotingiz boshqa aspektlariga ta'sir qilmaydimi? Misol uchun social life, sog'lig'ingiz. Endi u har doim bunaqa ishlamaysiz-da. Menda o'sha aytgandek uylangunimgacha shunaqa bo'lgan yoki endi o'zi meni do'stlarim ko'p emas, bilsangiz, Bittasi shu yerda. sizlar bilan masalan eng yaqin o'rtog'imsiz o'zingiz men. Bo'lmasam siz bilan ham qancha 3 oyda bir ko'rishamiz. Oldin ham shunaqa edi, unaqa ko'p ko'rishmasdik. O'sha yo'qolib ketdi. O'sha endi yo'qoldi. Endi albatta shunaqa bo'ladi-da. Nima kutardingiz boshqa? Nima kutgandingiz? Xo'p, ertalab 8 da intensiv guruhga boshlardim. Diyorbek Saylasda hech kim ertalab soat 8 dan boshlamaydi darsni. Hozir ham shunaqa. Hech kim boshlamaydi. 8 dan boshlaganman. Keyin kechki payt 8 da tugardi. Keyin onlayn dars bor. Shunaqa o'rgan. Endi orada breaklar bor, baribir to'laqonli work modedasizda ertalabdan kechgacha. Endi bu charchatadimi desangiz, ha, charchatadi. Shunga sog'liqda muammolar ko'p paydo bo'lgan. Mana bu o't qopda muammo, keyin yaxshi o'rganib chiqsam, stress degan ko'p muammolar bo'lgan. Endi nima qilasiz? Erkak ishlaysiz. Sog'liq haqida oldingi Ulug'bek ancha to'lishgan edi. Rasmlarda ko'rganlar biladi. 103 kilogramm dan turib, qanaqasiga qisqa muddatda 70 kilogrammga tushib ketib qoldingiz. Qisqa muddat emas, 1 yil. 1 yil qisqa muddat. Menimcha 30 kilo 1 yilda tashlash ham uncha-munchasiga emas. Birinchi 10 kiloni 10 kiloga yaqinda adashmasam 1 oy 2 oyda tashladim. Boshlanishi juda ham tez bo'ldi. Chunki keto dietda edim. Bilsangiz, keto diet endi bu bizni kuzatuvchilarga aytishim mumkin. Faqat uglevodlarni olib tashlaysizda, asosan protein va yog'lar. Endi hamma biladi, 3 ta makro ingrediyentlar bor. Xo'p, ya'ni protein, uglevod, keyin yog' bo'ladi. Xo'p, makronutrientlar. Xo'p, shulardan siz agar shakarni olib tashlasangiz, o'zi asosan bizda nimaga asosan ham energiyamiz yuradi? Glyukozaga, glycogen bo'ladi. Uni olib tashlasangiz, siz ketoga, ya'ni qoningizda ketonlar ishlab chiqarish boshlaydi. Shunga energiya o'sha bo'yicha ishlab chiqariladi. Va bu ovqat yeyotganingizda umuman olganda appetite ham yo'qolib ketadi. Umuman hech narsa yegingiz kelmay qoladi o'zi bir haftadan keyin. Shunaqa qilib o'zi tez yo'qotganman va faqat go'sht yeganingiz uchun ham shunaqa, ya'ni tez yo'qotasiz. Hadeb shakar, shirin, umuman hech narsa yemaysiz. Meva ham, boshqa narsa ham. Shunaqa qilib 1 oy qattiq o'ta strict qilganman dietani va shundan keyin adashmasam 90 ga tushganman. 90-89 larga bo'lganman. Undan keyin tez tushib ketgan, chunki shu o't qopimda tosh borligini bilganmiz va u har xil simptomlarga olib kelgan, ko'ngillanish, umuman ovqat yeyolmaganman. Orada shunda tez tushib ketganman. 78 ga tushib ketganman 2-3 oyda. Hech narsa qilmasdan turib. Hech narsa qilmayapman, ya'ni harakat qilmayapman vес yo'qotishga. Hozir naborat bilsangiz, o'zi menimcha vesimiz ham yaqin bo'lib qoldi. Yo, tegmizmi? Men qancha yesam ham semirmayapman. Men ham shunaqa oxirgi 3 oydan beri semira olmayapman. Semirishga harakat qilyapman. Lekin shunaqa 70 kiloga tushdim. Endi oldin taniganlar haqiqatda hozir tanimayapti meni. Haligi o'ta o'zim ham eski videolarimni ko'rsam juda ham boshqacha ekanman. O'zimiz bo'lgan ekan. Podkastga tayyorlanish uchun kanalingizdagi hamma postlarni o'qib chiqdim. Eski 2022-21 transformatsiyani ko'rib boryapman-da. Xuddiki orqaga qarab ketyapti, 70 ga qarab ketyapti. Ya'ni Ulug'bek, hozirgi Ulug'bek semizlashib ketyapti. Rasmiga sig'may qolyapti oxirida. Ichi tomi shunaqa katta transformatsiya bo'lgan ekan-da. Endi esimda bor, biz bilan laboratoriyaga borganimizda kortizolni tekshirtirgan esingizda, testosteron, kortizol. O'sha ikkingizi bunga alohida boruvdi, siz aytgancha. Biz alohida borganmiz. Siz bilan boshqa alohida. Menda kortizol o'zi maksimum 200 bo'lsa, 170 mi chiqqanda, o'sha ham o'zi banan. Lekin siz topshirganingizda 400 chiqqan. Bu stress ham haligi vesingiz yo'qolishiga sabab bo'lganmi va plus ishingiz qanchalik ta'sir qilgan bunga? Ves yo'qotishga. Ves yo'qotishga va stress oshib ketishiga, gormon. O'zi oldindan stressim juda ham baland yurgan ekan, men bilmay yurgan ekanman. Endi yoshim kichkinaligi uchun unaqa simptomlar sezilmagan. Ko'p ishlagandan keyin shunaqada. Keyin va umuman olganda xo'p, shunaqa qiyinchilik bo'lgandan keyin, ya'ni qanaqa ma'noda qiyinchilik, hammani hayotida travmalar bo'ladi. Oxirgi paytda juda ham ko'p Gabor Mateni eshityapman. U odam ko'p childhood travmalar haqida gapiradi, shunga ham balkim psixologически yondashishi mumkin. Endi shundan keyin
nima bo'ladi? Stress baland bo'ladi va asosan ertalabdan kechgacha ishlagandan keyin shunaqa stress ko'p bo'ladi. Hozir ham balandmi? Yo'q, hozir bilaman. Sababini hamma biladi menimcha. Yaxshi. Uzbek game haqida gaplashmoqchiman. Biroz O'zbekistonda shunaqa script bor. Maktab bitirgandan keyin universitet bitirgandan keyin katta ehtimol bilan ishdan keyin oila va Uzbek game'ga yana kiradigan narsalar bor, mashina, uy. Lekin bu narsalarga juda kamchilik yosh paytida erishadi. Siz boya aytgandek 20 yoshga kirmasdan turib hammasiga erishib bo'ldingiz. Bu qanaqadir maqsadsizlik, meaninglessness, existential crisis olib kelmadimi? Endi bu narsa erishganimga ham ozgina vaqt bo'ldi. Shunga hali hayotda ma'no yo'qolmadi. Chunki endi biz yashar ekanmiz, ma'no ko'payadi, namarot. Xo'p, endi bizda Uzbek game haqida gapiradigan bo'lsam, bizda endi u cultureimiz shunaqa. Menda endi qanaqa bo'ldi? Speed run qilib mumkin tez o'tib ketdi. Unaqa deb o'ylamayman. Chunki hech qachon men o'zimizda average odamlardaqa birga yurmaganman ular bilan. Yoshligimda ham o'sha IELTS boshlashim ham, ingliz tili boshlashim ham. Shuning uchun navrot o'ylaymanki, hali juda ham ko'p qiladigan ishlar. Juda ham ko'p. U qilishim mumkin bo'lgan narsalar. Endi biz materialistik narsalar haqida gaplashmaylik-da, chunki o'zi bilsangiz men uchun muvaffaqiyat unaqa narsa emas. Masalan, o'ylaymanki, menda hali qura oladigan odatlarim juda ham ko'p. Ya'ni muvaffaqiyat men uchun shu. Shuning uchun o'ylaymanki, hali tugab qolmadi, naborot juda ham ko'p erishsam bo'ladigan narsa. Endi aytmoqchi bo'lgan existential crisis degan narsa o'zi odatda universitet bitirgandan keyin keladi ko'pchiligi. Ya'ni shuncha o'qib keldi, shuncha bitirdi. Endi nima qilaman degan savol paydo bo'lib qoladi-da. Va keyin odamlar 40 ga kirgandan keyin bo'ladi. Shu farzandim 18 yoshga to'ldi, shuncha yil yashadim, nima qilaman degan savol paydo. Sizda hech shunaqa savollar paydo bo'lishi ko'p bo'ladi, har doim bo'ladi. U deyarli har kun bo'ladi. Agar qachonki o'zimni bandligim deb sezmasam, o'zim aytaylik, shunchaki dam olib o'tiribman yoki shunchaki vaqtimni ketkazyapman, scroll qilyapman YouTube'da. Shunda albatta nima uchun shunaqa qilyapman, o'zi YouTube'da o'tiribman, existential crisis bo'lyapti-da. Nima qilishni bilmayman. Bu odatiy narsa. Shunchaki u narsani o'shaning uchun aytdim, nimaga o'zimni band qilib yurganman. Existential crisisga vaqt bo'lmasligi uchun-da. Ko'pchilik nimaga existential crisis bo'ladi? Vaqti juda ham ko'p. Ertalabdan kechgacha faqat o'tiradi. U yerda agar haqiqatda endi to'g'ri o'ylashingiz mumkin. 9 to 5 javoblar ham shunaqa-ku. Ya'ni nimaga sizning holatingiz mendan so'rashingiz mumkin? Nimaga meni holatim 9 to 5, 9 dan 5 gacha ishlaydigan ishlardan ko'ra farq qilishi mumkin? Chunki ularda xayolida, masalan, endi hamma uchun umumiy gapiraman. Ular xayolida ishlasam bo'ldi, keyin nafaqa olaman, yaxshi hayot yashayman. Meni ideyam shunaqa bo'lganki, ishlayveraman emasda, u maqsad birinchi volume. Menimcha hamma sohada volume muhim. Qilaverish kerak 100 ta podkast qilingda, har kuni qilaverasiz, boshida sifatsiz bo'lishi mumkin, har kuni qilaveringda, oxiri birinchisi bilan 101-chisini ancha katta farq bo'ladi aslida. Endi meni holatimda ham shu. Existential crisis keladigan bo'lsak, hayotimda menga stimulyatsiya berib turgan narsalar juda ham ko'p. Masalan, uyda endi yangi masalan oila qurganimdan keyin albatta muammolar bo'ladi. O'shanda aytaylik bitta muammo keldi, uni men bartaraf etishga harakat qilaman va bu menga ma'no beradi hayotimga. Ya'ni o'ylab qarasak, hayotimiz o'zi microcosm. One day is a microcosm of your lifetime. Sizni hayot bir kuningiz butun hayotingizda. Aytaylik masalan bir kunda bitta muammo bo'layotgan bo'lsa, uni ustida yechimni topyapmanmi, shu menga hayotimga ma'no beradi. Endi bu narsani kengaytirishimiz mumkin-da va aytaylik haftalik va oylik sizning muammolaringiz butun hayotingiz uchun ma'no beradi. Bir oyda yetsa bo'ladigan muammolar. Masalan, yangi uy olish yoki yangi mashina olish. U o'ta materialistik narsalar haqida gapiryapman. Endi tasavvur qiling, spiritual yoki umuman olganda knowledge based nima deydi, muammolarni o'ylaylikda, siz existential crisisga umuman vaqtingiz qolmaydi. Tushunarli. Yaxshi. Ancha yaxshi yo'lda hal qilgan ekansiz existential crisis. Ya'ni shunaqa to'g'ri, ko'pchilik o'sha boya aytganimizdek coping mexanizmda bu. Hamma hayotimizda qilayotgan o'ta mukkasidan ketib qilayotgan narsalarimiz coping mexanizm. Ya'ni bizda abnormal bo'lgan narsaga bizning normal reaksiyamiz. Ya'ni birorta hayotimizda bir narsa yomon bo'lyaptimi? Siz ham aytishingiz mumkin o'sha, masalan, men nimaga shuncha qattiq harakat qilganman? Chunki yoshligimda menda hech narsa bo'lmagan, to'g'risi. Ota-onam o'qimagan, universitetda o'qimagan, masalan, xo'p,
yoshligimda deprived hozir anaqa bo'ladi-ku, domestic abuse deya olmaymiz endi hammada ozgina bo'lsa kerak, lekin ozgina dysfunctional familydan kelib chiqaman masalan o'zim. Hamma narsa zo'r bo'lgan oilamda. Endi menda shu miyamga sразу signal berganki, men hayotimni yaxshilashim kerak-da. Boshqa nima qilaman bo'lmasam. O'zi hamma muvaffaqiyatli insonlarni biografiyasini o'qiganingizda ko'pchiligida yo onasi bilan yo otasi bilan yo o'sha oilaviy muammosi bo'ladi. Men o'sha Elon Musk o'rganganimda ham shunaqa bo'lib chiqdi. Alex Hormozda ham shunaqa, adasi haydagan, urushgan, boshqalarda ham shunaqa. Menimcha bu nabarot o'sha muvaffaqiyat uchun push bo'lib beradi deb o'ylayman. Endi hammaga ham emas lekin. Balki hammaga emas. O'shaning uchun muvaffaqiyatli bo'lganlarga bu bo'ladi-da, u qolganlar chunki balkim bizda bir tarafdan ko'rgan shunaqadek tuyular. Chunki deyarli hammada bo'ladi. Deyarli hammada bo'ladi. Men haqiqatda odamlarda iloji boricha masalan o'quvchilar ko'p keladi-ku, ularni behaviorni o'rganasizda, nimaga bunaqa bola, nimaga IELTS 6 dan 7 ga chiqsam bo'ladimi bir oyda deb so'raydi mana shunaqa savollar. Nimaga? O'zidan so'raysiz, faqat nuqul urishib berardim o'quvchilarni. 6 dan 7 ga chiqsam bo'ladimi ustoz, men 3 oylik kursga kelyapman, garantiya berasizmi derdi. Urishib berardim-da. Ne o'ylab qolsin, nimaga bu savol so'rayapti? Chunki validation qidiryapti, qanaqadir narsa. Mendan bu javob so'ramayapti, mendan bu emotional support so'rayapti. Ya'ni shunday sekin-sekin savol so'rab boraversangiz, tushunasiz. Endi masalan siz aytganingiz, nimaga muvaffaqiyatli odamlar muvaffaqiyat bo'lgan? Chunki o'sha ularni nima deydi, duch kelgan muammosiga ular qanaqadir coping mechanizm o'ylab topgan. Elon Muskni aytishingiz mumkin, ularni. Hop, u bo'lmasam qanaqa backgrounddan kelib chiqadi-da? Masalan sub-Saharan kontinentdan kelib chiqadi. Hammasi har xil origin storysi bor o'zini. To'g'ri. Kimdir buni hal qila oladi, kimdir yo'q. Shunaqa. Qarang, Ulug'bek, men sizni uzun yo'llar tanlagan insonlardan bittasini bilaman-da. Ya'ni bitta joyga borish mumkin. Masalan, kimdir shu qoidalar bilan boradi, kimdir qoidani buzib boradi, kimdir cheating ishlatadi. Ya'ni oson yo'llar ham bor-da, shortcutlar ham bor. Va siz shu IELTS 9 borligiga qaramasdan, shuncha yillik tajriba borligiga qaramasdan, men bilgan kam sonli insonlardan birisiz, haligi vijdonini pulga sotib olmagan. Uzun yo'lni tanlagan inson demoqchiman. Misol uchun o'sha zapusk temalari bo'lganda ham haligi imkoni bor edi-da, mana IELTS 9 bor, kirdi, mana bir kunda natijasi o'zgaradi, unaqa deb kurs ochishingiz mumkin edi. Nima sizni bu yo'ldan qaytardi? Ya'ni nimaga siz bu narsani qilmadingiz? A man of principle. I'm a man of principle. Ya'ni to'g'rimi shunaqa maqtanib oling. Yo, rostdan principles bo'lsa bo'ldi hayotda. Nimaga ko'pchilik yolg'on gapiradi? Nimaga ko'pchilik har xil, ya'ni pul qayerda bo'lsa o'sha yerga boradigan odamlar, tijoratchilar masalan, ular pul qayerda bo'lsa shunaqa. Ya'ni ularni prinsipi nima? Pul. Qanaqadir foyda olish. Menga unaqa narsa muhim bo'lmagan. Ya'ni to'g'ri, pul muhim. Ko'pchilik gapiradi, nimaga pul gapirmaysan? Agar qachonki siz pulni asosiy nima deydi, subject qo'yapsizmi, pul uchun ishlayapsiz. Pul siz uchun ishlash kerak-ku, to'g'rimi? Hamma shunaqa gapiradi-ku. Endi, xo'p, men unaqa uzoq yo'l tanlamaganman. Hamma shunaqa deb o'ylaydi, qanaqa o'zimni qiynayapti deb o'ylaydi. Lekin buni o'zini ham usuli bor. Ya'ni men ta'lim sohasida masalan aytaylik ish olib boradigan odamman. Biznesmen emasman. Biznesmen yoki tijoratchi sizga faqat kerak bo'lsa ham, kerak bo'lmasa ham, ya'ni foyda keltirsa, foyda keltirmaydi, farqi yo'q, sotadi. Men educatorman-ku. Meni maqsadim odamlarga foyda keltiradigan narsani ularga yoqmasa ham sotishda. Sotish emas, yoqmasa ham o'rgatish. Shuning uchun ko'pchilik meni yoqtirmaydi. Ya'ni populism degan narsa bor-ku, populist emasman. Ya'ni crowd pleaser, hammaga yoqadigan odam emasman. Nimaga? Chunki ularga xohlaydigan narsasini bermayman. Endi bu odamlar aytishi mumkin, nimaga sen puldan qolib ketyapsan-ku deyishi mumkin. Nima qilib puldan qolib ketsam? Men nima ularga qarab turamanmi? Ya'ni boshqa odam bor, aynan meni prinsipim bilan ishlaydigan narsa. Chunki va bundan tashqari, o'sha Alex Hormozning ham gaplari bor-ku, agar sizda qancha qimmat bo'lsa, mahsulotingiz shuncha muammo kam beradi. Customer. Meni holatimda shunaqa bo'ladi. Hech qachon hozirgacha bo'lmag'ir savol beradigan o'quvchilar bilan deal qilmayman. Har doim qo'shiladigan o'quvchilar, natija qiladigan o'quvchilar bo'ladi va shunaqa o'quvchilar bo'ladiki, haqiqatda e'tibor beradi va bo'lmag'ir narsalar gapiravermaydi-da. U ustoz juda ham zo'r dars o'tar ekansiz, menga вообще bomba dars o'tar ekansiz. U kimga nima kerak bor? Bitta o'quvchim yozyapti, menga rahmat aytib yozyapti. Qanaqa rahmat aytib yozyapti? Darsdagi o'rgangan mavzudagi structureni
qanchalik muhimligini menga tushuntirib yozyapti rahmat aytganda. Menga shunaqa o'quvchi kerak. Menga haligi bo'sh qaytdagi yo'q gaplarni aytadigan o'quvchi kerak emasda. Va shu tomondan o'ylab qarasam, u odamga foydam tegayotganini bilaman. O'sha siz aytganingizdek haligi zaposk boshqa narsalarda meni ularga aloqam yo'q. Ularni yomon ko'rmayman ham, yaxshi ko'rmayman ham. Menga yoqmaydimi? Meni shaxsiy yo'nalishim shunaqami? Bo'ldi. Lekin chiqib olib turib, to'g'ri ba'zida ozgina hate messajlar qilaman. Nimaga? Chunki alam qilgandan-da. Nimaga? U jealous bo'lganidan emas, men ko'p sota olmayotganimdan emas. Ko'pchilik shu narsani noto'g'ri tushunadi. Bu odam ko'p kurs sota olmayapti, shuning uchun bularni hate qilyapti bo'ladi. Yo'q, meni agar haqiqatda ko'p pul olmoqchi bo'lganimda, men ham zaposk qilardim, to'g'ri? Endi meni juda ham alam qiladigan va frustrate qiladigan, hafsalani pir qiladigan narsa qanaqa turib shuncha odam O'zbekiston yoki butun dunyoda shunaqa haligi qaytdagi yo'q messajlarga uchishi ishonishadi. Va shu aytayotganingizdek zo'r IELTS o'qituvchilari yoki boshqa zaposkchilar aqlli odamlar o'zi. Aqlli odamlar, lekin odamlarni ahmoqlashtirib pul topishdan haligi nima deydi? Uyalmaydi. Shu narsa meni haligi nima deydi? Hozir o'zi qaltirib ketyapman gaplarimda. Ya'ni principles are important to me. Nice. Unethical yo'lda sotadiganlar ko'p. Ya'ni men shunaqa narsalar eshitdim. Masalan, 30 ta odamga joy bordir ekanda, 300 ta odam kirar ekan keyin kursga. U so'z aytgandan gap, hali 30 ta joy borligi emas, balkim joy ko'p o'zi aslida, prosta odamlarni qiziqtiryapti. 30 ta odamga joy bor, kirib olinglar, shoshib qolinglar degan narsa. Menda shunaqa bo'lganligi. Ba'zida endi iloji yo'q haligi xatolarni nima ketish kerak-da. Shunaqa bo'lgan, 30 ta odam olaman deganman. Prosta haqiqatda 30 ta odam olish bilan maqsad qilganman. Lekin siz aytganingizni tushunyapman. Ya'ni 30 ta odam olaman deb turib create a sense of urgency tezroq olish kerak, to'g'rimi? Keyin lekin 300 ta bo'lsa xato. Men aytmoqchi bo'lganim, bu narsani ishlashda muammo yo'q. O'zi bu marketingda o'sha Chaldinining kitobida kelgan narsa. Men o'zim ham bu haqida ko'p targ'ib qilaman. Ya'ni sotmoqchi bo'lganlar, sotuvni o'rganmoqchi bo'lganlar o'qisin buni deyman. Lekin Chaldini ham kitobida aytadi, "Ey, men o'rgatayotgan narsani ethical yo'lda ishlatinglar, iltimos" deb o'rgatib ketgan. U kitobni o'zi ogohlantirish uchun yozganda, xabardor qilish uchun yozgan, lekin odamlar, ya'ni o'sha marketologlar o'sha davrda o'sha kitobni olib, undagi usullarni ishlatishni boshlagan, exploit qilishni boshlagan. Hozir ham juda ko'pchilik ko'ramiz shunaqa ishlatishadi. Ishlatishda o'zi muammo yo'q aslida. Yolg'on gapirmasin. O'zi yaqinda zo'r gap eshitdim. Inson bittagina yolg'on gapirishi uni rostgo'ylikdan, siddiqlikdan chiqarar ekan. Bo'ldi, uni rostgo'y deya olmaysiz, bitta yolg'on ishlatsa bo'ldi-da. Ataylabdan adashib ketishi muammo emas. Adashib ketishi mumkin. Hamma inson adashadi. Xato qilish insoniydir. Lekin ataylabdan bilib turib, masalan, hali joy ko'pda 30 ta odamga joy bor deyishi yoki faqat bugun yoza olasiz, faqat bugun chegirma bor, shunga o'xshash narsa ertasi kun yana sotadiganlar borda. Bu narsa lekin juda ham noto'g'ri. Keyin auditoriya masalasiga keldik. Siz anchadan beri blog yuritasiz, lekin blogingizda ancha lifestyle postlar, o'zingiz haqingizdagi postlar kam. Yaqinda boshladim, ko'rdingiz? Uylangandan keyin boshlandi. Kam, lekin men bir tarafdan hurmat qilaman shu narsani, chunki men o'ylayman, auditoriyani mas'uliyat deb ko'rish kerak. Ya'ni auditoriyaga hamma narsani ham share qilib bo'lavermaydi deb o'ylayman-da. Shu haqida fikrlaringiz qanday? Juda ham yaxshi mavzuni olib chiqdingiz. Shu o'zi asosiy nima desa bo'ladi, og'riqli nuqta shuda men uchun. Ya'ni ko'ramanda kanallarda faqat o'zini hayotini qo'yadi, kofe ichayotganini qo'yadi. Hech qanaqa mazmunli narsa yo'q. Lekin odamlar shuni ko'rsatadi. Nimaga desangiz, to'g'ri, chunki odamlar qiziqda. O'zingiz ham menga shu narsani o'rgatgansiz masalan. Xo'p, lekin haqiqatda aytganingizdek, prosta odamlarni vaqtini ketkazish. Bu asosiysi. O'zi shundoq ham, ya'ni educatormi shu odam, o'qituvchi deymi o'zini? O'qituvchi bo'lsa, o'qituvchilik qilsin-da. Men o'qituvchiman desam, va faqat o'qituvchiligini qilsin. Ya'ni qanaqa ma'noda? O'qituvchi bo'lib turib, men ham influencerman, men ham haligi biznesmenman demasin-da. Haqiqatda o'qituvchilik haqida juda ham qayg'uradimi? Demak, shu narsani asosiylashtirsin. Ya'ni birorta foyda bersin. Men kanalda post qilsam, yaqinda Speaking Band 9 deb turib atilab post qildim. Balki odamlar qiziqmagandir. Bunga ham qiziqmadi, hozir qiziqmay qo'yibdi, bilmadim negadir. Odamlarga haligi hozir o'ta interaktiv narsalar kerak bo'lmaydi, o'zingiz hayotingizga ko'p qo'yishingiz kerak yoki ularga foyda beradigan, qanaqa ma'noda? Bilim tomonidan emas, qanaqadir ularga egosiga foyda beradigan narsa. Ya'ni aytaylik, xo'p, sovg'a bo'lishi mumkinmi, boshqa narsa bo'lishi mumkinmi? Xo'p, mayli. O'sha uzunroq post yozdim, juda ham uzun emas. Speakingdan qanaqa turib immersiondan foydalanib turib, juda ham foydali postda u. Juda ham foydali post. Pre-IELTS o'quvchilarimga o'rgatyapman. Shu aytib bera oling immersion haqida.
Immersion ingliz tiliga o'zida shunday singib ketadi ingliz tili ertalabdan kechgacha vaqt sarflaysiz, lekin uni qanaqadir immersionni speakingga ishlatish haqida gapirdimda uni. Ko'pchilik gapiradi-ku, eshitaveri ingliz tilini oshadi. Lekin o'sha narsani qanaqa turib to'g'ri o'rgatdim. Ya'ni nima qilasiz? Gapni olasizda. Ko'pchilik nima qiladi speakingga tayyorlanayotganda yoki so'z o'rganayotganda nima qiladi? Bitta so'zni olib yodlaydi-ku. Yo frazani olib yodlaydi. Men bu narsani keyingi levelga olib chiqdim. Ya'ni gapni yodlash. Yodlash emas u. Ko'pchilik yodlash kerak deb o'ylaydi-ku gaplarni. Yo'q. Yozib qo'ysangiz bo'ldi. Ertagana qaytib keladi u so'z. The fact that frazasini rosa o'rgataman, qaytib keladi ertagana. O'quvchilar hayron qoladi har doim qaytib kelsa. Ya'ni sal ozgina e'tibor bilan eshitsa bo'ldi deyman. Ya'ni shu narsani yozdim, misollar ham beryapman-da. Masalan, Speaking Part 1 da qanaqa turib Chris Evansni intervyusini ko'ryapmiz. Mana bunaqa fraza chiqdi. I did a couple little things back in high school, but I don't know anyone wants to call it actual acting deyapti. Zo'rda bu. Speaking Part 1 da olasizda shu narsani. Did you like drawing? Say Part 1 da. Did you like art when you were at school? So it does. Well, I did a couple little things back in school, like doodling or something, but I don't know anyone wants to actually call it art. Shunaqa structurelarni olib turib ne ko'rsatib beryapman. Birorta reaksiya ham yo'q yoki birorta odam ana qilmayapti. Pastda o'zim ishlatinglarni deb qo'yganman-da masalan. Umuman haligi hech qanaqa reaksiya yo'q. U narsa tushunmayapman hozir. Men aqlim yetmayapti. Alohida pulli kanal ham ochdim. Pulli kanalda ham atilab qiziqtirib writingga, ya'ni reading dan foydalanib turib writingni oshirish. Shunaqa qiyin yo'llarni, ya'ni qiyin yo'l emas aslida olganda, to'g'ri yo'l. Shu narsani qilinglar desam hech kim qilmayapti. Lekin ertalab choy ayol menga tayyorlab bergan anaqani nima deydi? Chiroyli kosalarda nima deydi? Oatmeal qo'yib, chiroyli rasmga olib tashlasak 100 ta kommentariy, 100 ta reaksiya, 30 ta kommentariy ketyapti. U men hayron qolyapman-da. Sababini topa oldingizmi bu nimaga? Sababi o'sha odamlarga qiziqadi deyapman. Chunki aynan bu menga emas, prosta o'zimni rasmni qo'ysam ham, qanaqadir mana qilyapman qo'ysam, qiziqib turib tashlayapti. Masalan, ko'p kommentariy, ko'p qiziqish. Yaqin statistika o'qidim. Bundan 7 yil oldingi statistika edi. Odamlar ahmoqlashib borayotgani haqida. Bir taxminan 21 ta soha bo'yicha olingan. Literatura o'qish, til o'rganish shu haqida. Va statistika hammasi downward trend. Hammasi pastga qarab ketyapti. Hammasi ya'ni bu collective stupidity da. Odamlar ahmoqlashib, bunga albatta sabablar bor. Instagram hozir mana GPT ham chiqdi. Hamma narsani istalgan narsani qidirib topsa bo'ladi. Google bor. Menimcha bu ham katta rol o'ynayapti deb o'ylayman. Ya'ni qiyin narsalarni o'rganish oldingidan ham qiyin bo'lib ketyapti. Chunki attention span yo'q unga. O'tirib e'tibor qila olmaydi, o'tirib fokus qila olmaydi, o'tirib odamlar o'zi bilan o'zi qola olmaydi hozir. Kerak bo'lsa o'sha telefonni hamma joyda ishlatib berish kerak-da. Usiz yasha olmaydi odamlar. O'zi bilan o'zi ozgina qolib ketib qolsa zerikib ketadi. O'zini yoqtirmaydi, eshita olmaydi. Menimcha shundan ham bo'lyaptimi deb o'ylayman. Ya'ni qiyin narsalarni o'rgatish ham, o'rganish ham qiyinlashib boraveradi bu yog'iga degan men o'zimcha teoriyam bor. Bizda o'sha bo'sh vaqtimiz yo'q hozir. Chunki bo'sh vaqtimiz hammasi telefonga ketyapti-ku, to'g'rimi? Oldingi paytda aytganingizdek, boredomga vaqt bo'lgan, zerikishga vaqt bo'lgan. Endi zerikkanda nima bo'ladi? Qanaqadir xayolni olasiz. Xayol qayerdan kelib qoladi. Va u boshqa xayolga sizni nima deydi? Ulaydi. Va undan keyin boshqa xayolga ulaysiz. Agar shu narsani yozib olsangiz, sizda juda ham haqiqatda brilliant idealar kelishi mumkin-da. Biz bu narsa miyamizga qolib ketyapti o'sha. Haqiqatda tashqariga chiqara olmayapmiz. Nimaga telefonimizda passiv narsa bo'lyapti? Ishlata olmayapmiz. Va qancha siqilib qolsak, ozgina zeriksak telefonimizga boramiz. Coping mexanizm bu yana. Shuncha xudo xolasa kelajakda umuman telefonsiz yashamoqchi emas. Telefonsiz hayot. To'g'risi. Ya'ni shunaqa income levelga chiqolikki, masalan, menga blog run qilmasdan turib pul topa olishim masalan. Ya'ni hadeb Telegramdan endi ishim iloji yo'q-da. Ishim baribir Telegramga aloqasi bor. Dars o'tishim kerak, to'g'rimi? Bo'lmasam Telegramda haligi telefonni boshqa narsalar uchun ishlatimman. YouTube'da narsa ko'rib o'tirsam bo'lsa 10 minut ko'rarman. Haligi scroll qilishda vaqti yo'q to'g'risi. Ya'ni lekin shunaqa hayot bo'lish kerakki, menimcha. Chunki o'ylab ko'ring, Ozodbek aka post qildi, O'zbek Stoics'da menimcha, borsiz-a? Bormi? Grandpas haqida post qildi. O'qidim. Endi ya'ni shunaqa aqlli odam haqida gapiryapti-ku. Yuzlab kitob o'qigan yoki umuman olganda shunaqa tafakkur qila olishi, endi Ozodbek ham bilasiz qanaqa odamligini. Ozodbek aytayapti, ya'ni qanaqa aqlli odam deydi. Aqlli, ya'ni analytical thinking juda ham kuchli. O'zi odam sifatida to'g'ri, ozgina bizga ko'p hazil qiladi-ku, lekin endi Ozodbek aka aytayapti, o'zini bobosini closest to the perfect human deyapti. Qanchalik
ya'ni Ozodbek endi o'ta hurmat qiladigan odamni tasavvur qilingda, leveli o'ta kuchli. Endi u odamni o'zim postni o'qib harakat qilyapman-da, men katta bo'lsam, bolalarim meni haqimda shunaqa o'ylaymikan deyapman. Katta bo'lsam, masalan Ozodbek akani bobosining darajasiga chiqsam o'ylaymikan haqiqatda. Chunki Ozodbek nima deyapti? Meni bobom shuncha menga ta'sir qilgan, kitob o'qishimga, boshqa narsa deyapti. Endi Ozodbek aqlli odam. O'ylayapman. Men ham shunaqa darajaga chiqsam, keyin bolalarim ham Ozodbekdaqa aqlli bolalar bo'lishi uchun men demak Ozodbekdan ham aqlli bo'lishim kerak. Men Ozodbekdaqa aqlli emasman. Ozodbekka ko'rayotgan bo'lsa maza qiladi buni. Eshitib. Masalan, bitta misol beryapman-da, ya'ni telefonni muammosini gapiryapman-da. Oldin telefon emaslik. Hozir ham qilsa bo'ladi, prosta keraksiz narsalarga baribir e'tiborimiz ketadi. Juda ham ko'p. Shuning uchun menga yoqmaydi-da, lifestyle postlar qilishda. O'qish kerak undan ko'ra, u shuni ham lifestyle postlar haqida men oldin post qo'yardim, ko'p qo'yardim-da. Keyin yaqinda bitta gap eshitdim. Qancha ko'p lifestyle post bo'lsa, bu insonni IQsi shuncha kamligida darak ekan. Bir eshitganimda I can fix that davomida kamaytirdim keyin lifestyle postlarni. Bu bilan intelligence kamayib qolmaydi. No, aytmoqchi bo'lganim, rostdan lifestyle postidan katta foyda yo'q. Lekin men o'ylayman, ethical yo'lda ishlatsa bo'ladi shuni ham. Ya'ni chegaradan chiqmagan. To'g'ri. Lifestyle deganda ham hamma narsa bo'lishi shart emas-da. O'ylayman, o'qituvchi hamma tomonlama example bo'la olishi kerak ham deb o'ylayman-da. Shunisi yomon-da, qarang. Fanatizmni biz olib chiqamiz-da. Ya'ni o'quvchi qaraydi va shu o'qituvchimni endi sizni o'quvchilaringiz sizni perfect odam deb o'ylaydi-da. Shuni ham mukammal odam deb o'ylaydi. Endi tasavvur qiling, siz lekin bo'lmag'ir ishlar qilib yursiz-da. Aslida olganda zo'r odam emassiz-da. U qani yosh odamlarga bunaqa misol bo'lyapsiz-da. Shuni men jahlim chiqadi. Ya'ni qanaqadir odamlar bo'lmag'ir nima deydi? Endi ismini aytib qo'yasiz. aytsam bo'ladimi yoki? Yo'q, mayda, xafa bo'lib qolmasin. Xafa bo'larsin. Hop. Yo'q. Konsertlarning rasmi masalan. Konsertga chiqib turib karaoke bizga nima kerak bor narsalarda? Ya'ni o'qituvchiga-da, agar haqiqatda o'zini influencerman deyaptimi, kurs o'tmayaptimi, kurs sotmasin, mayli. Ya'ni tushunyapsizmi? Hozir odamlarni, masalan, ko'pchilik o'qiydigan odamlar, kurslarda ko'p o'qiydigan odamlar bilan nima bir-biriga bog'liq. U qancha ko'p lifestyle postga bog'liq. Endi men shunaqa deb o'ylayapman. Masalan, nima men ko'p pul sota olmayman, ko'p kurs sota olmayman? Chunki xo'p, auditoriyam katta emas. Nimaga auditoriyam katta emas? Chunki men o'zimdaqa fikrlaydigan odamlarni jalb qilaman. Endi o'zimdaqa fikrlaydigan odamlar kam deylik. Endi bu gap bilan qolgan ahmoq demoqchi emasman. Ya'ni o'zimni prinsiplarimga taalluqli odamlar bo'ladi-da. Shuning uchun ham haligi juda ham ko'payib ketmaganman. Ya'ni qilsam bo'ladi, to'g'ri. Fake bo'lishim kerak-da. O'zimni fake qilishimga, yolg'on gapirishim kerak-da. O'zimga qarshi chiqishim kerak. Nima qilaman unaqa qilib? Undan ko'ra sifatga e'tibor bersak bo'ladi. Endi bu gap bilan qolganlar yaxshi ishlamaydi. Ularni prosta bigger scale, large scale audience ga qarayapti. Mayli. Meni prosta yomon ko'rgan narsam shunaqa levelga olib chiqyapmizki, o'qituvchilarni yosh bolalar gapiryapman. 12-13 yosh bolalar aqlli, haqiqatda intellektual odamlarga nima deydi? Look up qilishning o'rniga prosta yana o'zining yoshidagi aqli umuman undan ko'ra balandroq bo'lmagan odamga mehr qo'yapti. Shu bizda noto'g'ri ham tushuncha shakllandi. Ya'ni shaxsiy brend qurish kerak degan narsa. Shaxsiy brend haqida o'zi ozgina brend nima degani? Brend degani bu imij yaratish deganida. Masalan, Apple'ning imiji bor, Samsungning o'ziga yarasha imiji bor. Shaxsiy brend deganda ham demak shaxs o'zini qanaqadir imij qilib ko'rsatish kerak-da. O'sha imijni yaratishga biz ko'p fokus beraveradigan bo'lib qoldik deb o'ylayman. Bizda endi shu ko'pchilik nazarda tutolmay, ya'ni imijni nimadir qilib yaratsa-da, haligi fake bo'lsa ham, olmagan narsasini ham men buni oldim, men buni qildim, haligi odamlarga ko'rsatmasa qilmaydigan ziyoratlari bor-da, odamlarni bilman. O'shalarni post qiladi, sotuvlarda ishlatadi, men rasmga tushganlarni orqasida misol uchun Makkaning rasmi bo'lishi mumkin, Madina rasmi. Bular ham hattoki o'sha imij uchun qilyapti. Tashqaridan dindordek ko'rinadi. Aslida bitta-ikkita safar qilib ko'rsangiz, sayohat qilib ko'rsangiz, umuman unaqa bo'lmay chiqadi. Shu bitta quote bor-ku, William Shakespeare'ga attribute qilinadi. Have more than you show, speak less than you know. Haqami? Shunaqa bo'lsa kerak. Endi siz quotelarni bilasiz. Kitob o'qimayapman. Men kitob o'qimayman. Kitob haqida ham gaplashaylik-da. Ya'ni kitob nimaga o'qimasligimni. Kitob nimaga o'qiysiz? To'xtating-da. Buni gapirib olaylik. Hali so'roq. Odamlar bo'lmasam bu bola aqlli emas ekan, kitob o'qimayotgan demasin. Xo'p, o'sha ya'ni aytganingizdek personal brand-da menga onam nuqul aytardi-da, personal brandingni qil axir, mana qara o'rtoqlaringga shuncha pul topyapti, bunaqa. Xo'p, mayli, lekin menda yo'q narsa bo'lib turib, ya'ni odamlar, ayniqsa shu content creatorlar o'ylashini o'ziga savol bersin.
menda bironta haqiqatda o'rgatadigan narsa bormi odamlarga? Yomon tomoni bor deb o'ylaydi o'zlari ham. Menda biror narsa bor deb o'ylaydi. Qolganlarga haqiqatda ulasam bo'ladigan narsa bor deb o'ylaydi. Endi bu ko'pchilik o'zini o'ta yaxshi ko'rganidan kelib chiqadi, psychological problem. Lekin men o'zim o'ylaymanki, menda hech narsa yo'q personal brand yaratgani. Masalan, haqiqatda substance bo'lsa orqada, kim personal brand yarataman-da? Reklama, mahsulotingiz yo'q, reklama qilaverasiz-ku. Mahsulot yo'q, hali tayyor emas. Haligi video ko'rganmisiz? Nima tennisda nima deydi, tutib oladigan product hali mahsulot tayyor emas, lekin prezentatsiya qilishimiz kerak degan narsa bo'lsa, qo'l bilan tashlab bitiradigan bo'ladi. Tennisda nima deydi, yoki badmintonni to'pini tutib oladigan narsa. Xo'p, aytmoqchi bo'lganim, bizda hozir ko'proq substance over style ga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni ko'rsatadigan narsamiz bo'lsin, faqatgina reklama qilayotgandan ko'ra kurslarda ham sotishda. Kurslar sotishda nima qilsin? Kursda o'quvchiga qanchalik men foyda bera olaman, mana bu narsani to'g'irlasam o'quvchi ko'proq o'qiydimi, ko'proq e'tibor beradimi degan narsaga ko'proq e'tibor bersin. O'sha ko'p pul qilib turadigan yoki ko'p kurs sotadigan odam shu narsani so'rasin. Men qanaqa turib ko'proq odamni tushunasizmi? Siz ham bunaqa diskussionlarda yuramizku. Albatta, men oxirgi payt o'zimga mana shunaqa prinsip qo'yib olganman. Rostgo'ylik men uchun eng zo'r marketing. Bo'ldi, men yolg'on ishlatmasam, borini aytsam, shundoq o'zi odamlar oladi-da. Uni manipulyatsiya qilib, mana yolg'on gapirib, yolg'on va'dalar berib, keyin o'quvchi kirganda katta kutuvlar bilan kiradi, kursga kirsa unaqa emas. Xafa bo'lib qolgandan ko'ra, undan ko'ra rostini aytgan yaxshiroq mana. O'qiymiz 20 kun, 20 ta dars, har kun jonli, mana shunaqa qattiq harakat qilsangiz oshira olasiz 1+ga. 1+ga oshirasan deb va'da berish kerak emas-da. Shu joyda aytib ketay. Ko'pchilik o'ylaydi, men ko'p pul topmaydi deb o'ylaydi onlaynda. Aytib ketay mana shuni. Ya'ni ko'p reklama qilish kerak deydi. Osadbek ham men ustimdan kuladi, hamma aytadi, reklama qilmaysan. Men ko'p pul qilaman, lekin masalan, aytaylik bitta kurs reklama qilsam, boshqa kanallarga reklama qilishim shart emas, target qilishim shart emas, boshqa shart emas. Kanalda reklama qildimmi, odam yoziladi. Va u yoziladigan odamlar muammosiz odamlar. Masalan, bitta kursda 200 minglik kurs sotib turib, millionta odamga sotmayman-da. Aytaylik 700 mingga sotaman yoki 900 mingga yoki 1,5 millionga sotaman-da. U narsani, xo'p, aytaylik olsa 30 ta odam olishi mumkin. Aytdimi, oladi lekin. Ya'ni Xudoga shukr, shu paytgacha kurs ochsam, haligi reklamasiz ham shunday odamlar o'zi yoziladi demoqchi. Zar qadrini zargar biladi. Ya'ni tushunadi. Haqiqatda bir narsa o'rganishinda. Aytmoqchi bo'lganim, reklama kerak emas agar haqiqatda haqiqiy odam bo'lsangiz. Sizda bilim bormi, reklama shart emas. Fake bo'lish shart emas. Ki fake bo'lishlarcha bitta yomon katta muammo bor-da, reputatsion ya'ni xato yig'ilib criticality holatiga kelish mumkin-da, qachondir u portlashi mumkin-da. Ya'ni hozir bilmas balkim-da, hozir unga ta'sir qilmayotgan o'sha yolg'onlar, hozir o'sha berilayotgan va'dalar, kanaldagi misol uchun fake postlar, shunaqa odamlar bor-ku. Lekin qachondir kimdir o'sha narsani fosh qilib bersa, juda katta minus bo'ladi-da. Ya'ni u reputatsiyani, u qadr qimmati, o'sha paytdagi obro'ni qaytarish iloji yo'q demoqchiman. It's a dead end deydi-yu, shu oxiri yo'q buni. To'g'ri. Tukidigan qaytib kela olmaydi-da. Cancel culture bor-ku bizda. O'sha ya'ni boykot qiladigan demoqchimiz. Boykot. Ya'ni haqiqatda hammani yonida 100 yerga nima bo'ladi o'zbekcha? Frazalarni bilmayman. 100 nima? Yerga qaraydimi nima? 100 yerga qarab beradi shunaqa. Ya'ni hamma oldida u sharmanda bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. O'shaning uchun ham noto'g'ri u narsa. Ya'ni xo'p, masalan, o'zi bilmasligi mumkin xato qilayotganida. O'sha aytganingizdek, u nima kerak bor? Fake deganingizga esimga tushib ketdi. O'sha o'tgan safar men ham boshladim dedim-ku, lifestyle postlarni. Chunki ayolim aytdilar, qilish kerak bunaqa narsani. Qarang. Xo'p, mayli dedim. Qildik, qarasam, keyin post qilsam, men o'zi u ishni qilmayapman hozir. Ya'ni post qilayotgan paytimda u ishni qilmayapman o'zi. Ya'ni aytaylik eski rasmni yoki o'zi jahlim chiqib turibdi hozirgi paytda. Jahlim o'ta chiqib turibdi. Happy ko'rmasmi? Happy narsani tashlayapman. Keyin ayolimga qarayaplar, shunaqa bo'ladimi? Hamma lifestyle shunaqa fake qiladi dedim. Yoki masalan, endi ko'p bunaqa holatlar, boshqa odamlarga gapirmay, o'zimdan misol keltiryapman-da. Social media anaqada, olma bo'lsa, olmani orqasi chirigan bo'lsa, narigi tarafda chiroyli ko'rinadi, o'sha taraf ko'rinadi-da. Keyin mana social media is a fake place-da. Oddiy misol o'sha misol uchun Jojani stikerini olib yoniga mashinani stikerini qo'ysa, Joja mashinadan kattaroqda. O'shani o'zi ham isbotlaydi-da, o'shani o'zi ham isbotlaydi. Ijtimoiy tarmoqlar qanchalik fakeligini, qanchalik o'ta yolg'on ko'pligini, rostdan ham o'sha faqat ham baxtli onlar qo'yiladi. Chunki hech kim xafagarchilik holatini qo'ygisi kelmaydi, u haqida gapirgisi kelmaydi, mag'lubiyatlar qo'yilmaydi, faqatgina g'alabalar, faqatgina o'sha nimadir yutuqlar qo'yiladi.
Kim bilan haqida ham gaplashmoqchiman. Mana odamlar siz ham o'sha eng yosh naynalardan bittasisiz. Alisher bor yoqda, yana yaqinda yangi qiz chiqdi 2008-yil, IELTSdan 9 juda ham kampiyor. Lekin mana shu mediada shunaqa natijalar ko'pligi, faqatgina baxtli onlar, faqatgina g'alabalar, yutuqlar qo'yilishi insonlarni o'zini boshqalardan solishtirishga olib borib qo'yapti-da. Olib borib qo'yapti. Bu natijasi ko'pchilik his qilib qolyapti ham deb o'ylayman. Oldingidan bar ko'tarilgan. Oldinlari menga yozishardi, men 7 olmoqchiman, IELTS 7 olishim kerak, 6,5 olishim kerak degan narsa bo'ldi. Hozir 7 degan narsani ko'rsam men xursand bo'laman. Chunki menga 8 olaman deb yozishyapti. U kerak emas unga 8 ball. bittasi kecha yozyapti menga 7, 6 atrof degan speaker, ustoz bir oydan keyin topshyapman, 9 ga harakat qilyapman-da, 9 olsam bo'ladimi deyapti-da. Kerak emas bo'lsa ham-da. Marcus Aurelius so'raydi, kim yil oldin so'ragan? Bo'lmasa imperator, is it necessary? Is it necessary degan savol uchun kerakmi bu o'zi? Shu savolni odamlar o'zim so'ramay qo'ydimmi deyman-da. Kerakmi o'zi shu 9, okey, kerakmi o'zi shu 8? Nima deysiz bu haqida? Xo'p, hozirgi holatda 8 deganda aqllilik bilan teng bo'lib qo'ygan. Ya'ni 8 olsam men aqlli odam bo'laman, haligi higher class, first class citizen bo'laman deydi-da. Xuddi haligi mashinasi yo'q odam dek ko'rinadi o'ziga. Ya'ni 8 bu status simbol. Endi biz O'zbekistonda bilasiz, hamma narsa status. Lekin kerakmi, kerak emasmi degan savolingizga javob endi hammaga har xilda, albatta. Men o'zimga kerak bo'lgan, kerak bo'lgan. Lekin balki kerak bo'lmagandir. Men kerak bo'lgandek qilib ko'rsatgandim o'zim uchun. Ya'ni u savol so'rash xato. Ya'ni kerakmi, kerak emasmi? Chunki ana bu kerak emasligi. Tushunasizmi? Lekin odamlar qiladimi bu narsani, baribir kerak bo'lsa ham, chunki hayotimizda ko'p qiladigan narsamiz kerak bo'lsa, kerak bo'lmasa ham qilamiz-ku. Tushunasizmi? Shuning uchun bu menimcha noto'g'ri savol. Ya'ni kerakmi, kerak emasmi? Chunki hammani o'zini nimasi bor, motivatsiyasi bor. They have motives. 9 olishimda men 9 olmoqchi bo'lganman. Aytaylik, eng yosh 9 olgan odam bo'lmoqchi bo'lganman yoki yuqori marraga erishmoqchi bo'lganman. U paytda oldin birinchi o'zi IELTS boshlaganimda bu ideya yo'q edi. Ya'ni ko'p kurs sotaman yoki o'ta mashhur bo'laman degan ideya bo'lmaganda, u paytda chunki IELTS 9 yo'q edi hamda. Harakat qilayotgan boshidan maqsadim shu bo'lgan. 9 olish. Lekin oldin o'ylab qaraymanda, shu 9 ham oldimmi deyapman. Ya'ni oldin o'sha payt prosta aytib qo'yganman-da, 9 olaman deb turganman. Qarasam oldik mana. Xo'p, lekin men uchun aktivli kerak bo'lganmi? Yo'q. Aktivli kerak bo'lmagan, baribir lekin qildim. Men uchun nimaga? Chunki o'qituvchiligim uchun kerak bo'lishi mumkin endi. Qanaqa ma'noda kerak bo'lishi mumkin? Name sifatida. Ya'ni odamlar qaraydi, ha bu 9 olgan ekan deydi, kurs yaxshi bo'lsa kerak deydi. Lekin o'quvchilar meni qanaqa treat qilishda farq bo'ldimi oldin va keyin, 9 dan keyin? Yo'q. Oldin ham gapim qanaqa o'tgan bo'lsa yoki o'tmagan bo'lsa, hozir ham xuddi shunaqa. Farqi yo'q. 9 olganmisiz, 9 olmaganmisiz, o'quvchilarga farqi yo'q. Siz gapingiz o'tmaydi baribir yoki o'tadi qaysidirlarga. 9 o'zi haqida gaplashsak. Men o'ylayman, barcha maqsadlarga erishsa bo'ladi, faqat hammasi narxi bor, hammasining to'lovi bor. Misol uchun o'sha mashina olmoqchi bo'lsangiz, unga save qilishingiz kerak, pul, boshqa narsaga sarflamasligingiz kerak. Boshqa narsada ham shunaqa. IELTS 9 da sizga nimalardan voz kechishingiz zarur bo'ldi? Xo'p, qanaqa narx to'ladingiz? Ikkinchi hayotim, ya'ni alternative lifestyledan voz kechishimga kerak bo'ldi. Ya'ni shunaqa menimcha o'ylaymanki, there's a universe where there's another Ulug'bek who is smarter. Ya'ni IELTS 9 ga harakat qilgandan keyin men hozir specialist emasman hech narsa bo'yicha. Hech narsani bilmayman men. I'm just a poor guy with a 9. I'm broke. Socrates o'xshab, I just know that I don't know demoqsizda. Yo'q, rostdan masalan men o'ylayman-da, necha yilga shu 9 olishga? 7 yoshdan boshlaganman ingliz tilini. 7 yoshdan. 7 yoshdan boshlaganman. Juda ham kim bu narsa ham qiziq. Nurture versus nature bor-ku. Talantmi yoki haqiqatda paydo bo'ladimi? Nurture. Ya'ni paydo bo'ladi. Onam meni chunki 7 yoshligimda olib borgan kursga. U payti 2012-yilda hech kim 7 yoshida kursga bormagan. Ya'ni unfair advantage haqida gaplashyapmiz, mana shu unfair advantage. Ya'ni nurture bo'lgan. Onam olib borgan. Haqiqatda shuning uchun men o'ylaymanki, onamga juda ham, ya'ni bo'lmasam onam umuman ingliz tilidan xabar bo'lmagan, oliy ma'lumotli emas. Mayli, shuni aniq qilik. Xo'p, boya o'sha gaplashganimizdek, butun hayotim ketgan 7 yoshdan shu paytgacha. Mana hozir 19 yosh bo'ldim, 20 ga kirmay yaqinda, xudo xohlasa. Endi shunda necha yil ketyapti? 12 yil. 10 yil ketyapti. Tasavvur qiling. Endi tasavvur, agar prosta birinchi marta 8 qachon olganman? 2021-yilda.
15 yoshimda olganman. O'sha yerda maqtanib ketdi. Ko'pchilikga siz ilhom bo'lgansiz. Ha. Juda ko'pchilikdan eshitganman man. Aynan Ulug'bekdan keyin qildim, Ulug'bekdan keyin ana qildim deb. Men o'zim birinchi 2021 yilda tanishgan bo'lsangiz bilan Telegramda ko'rib qolganman. 15 yoshda 8 bir narsa skip qilib hech ishonmayman. Egoyimga ta'sir qilganda ishonmayman deb. Keyin bilsam rostdan bo'lgan ekanda. Keyin Tanishganmiz. keyin kirgandim, challengesga qatnashganman. Writing challenge midi? Writing challenge midi? Shunaqa writing challenge edi. 3 kishimi 4 kishi yutib olgandi buni. Ha. O'shadan bittasi men bo'lgan. To'g'ri. Ha. Keyin shunaqa bo'lib, ulanib, keyin siz o'sha 8da qotib qoldingiz orada ozgina. 8dan chiqmay qoldi, keyin chiqdi. Qani o'sha 8 ga olganmiz, endi siz bilan imtihoningizga ham borganman. Bir kunda kiruvdik. Biz siz bilan menimcha qolgan IELTS o'qituvchilaridan ko'ra ancha yaqinmiz. Ancha uzoqdan beri bizni taniymiz-da. Qiziq bo'lgan-ku, o'zi tanishimiz ham speaking mock test olganmiz. Esimda men Speaking mock testi menga 7,5 beruvdi, keyin Jon ekzamenlar 6,5 berdi. Yaqinda uni Celtic kursida o'qidim-da, aytolmanda. Shu Jon menga esda bo'lsa 2021 yil speakingdan 6,5 bergansiz, ingliz tilida gapira olmadim. Keyin bundoq qarab turib, o'shanga arzigan bo'lsang kerak dedi. Voy, shu qildi. Keyin Xudoga shukr, 8,5 oldim deyman. O'sha mana 2021-yilgacha 8 olgan bo'lsam, birinchi o'sha yetardi-da. Nima qilardim boshqa? 8 olish yetardi. Shuning uchun nima deydi, 9 aslida olganda kerak bo'lgan nima? Ya'ni nimani sacrifice qildim? Vaqtimni sacrifice qildim. Chunki hech qachon siz mana teenage yearlaringizni qaytib olmaysiz-da. Eng zo'ri shuda, ertalabdan kechgacha boshqa qaysi adulthoodingizda yoki yoshingiz katta bo'lganda 30 yosh, mana endi uylanganimdan keyin ham bo'lyapman yoki umuman olganda uylanishdan oldin ham haqiqatda o'zi adult life boshlangandan keyin ham uydagilar bilan vaqt sarflayman yoki boshqa narsa bo'ladi. Va ertalabdan kechgacha ish yoki o'qishga harakat qilish, ya'ni o'qimayman-ku, bilas, lekin o'qishga harakat qilish. Boshqa responsibilitylar. Nima qilaman? O'ylab ko'rdimki, yoshingiz katta bo'lgandan keyin hech qachon o'sha nima deydi, teenage yearlaringizdagi bo'sh vaqtni olmayotgansizda. Oldin odamlar menga aytsa, ustidan kulardim. Yoshi kattalar, 30 yosh, 40 yoshlar, sizlar vaqtlaring bemalolda yoki miyaga kirmaydi. Miyaga kiradi, prosta vaqti yo'q ekan ularni. Shu narsani sezdim. O'sha paytda ertalabdan kechgacha 10 soat, 15 soat ingliz tiliga vaqt sarflay olardim-da. Endi tasavvur qiling, shu narsani boshqa foydaliroq narsaga ketkazganimda. Ya'ni men endi to'g'ri ingliz tili foydali, yanada foydaliroq. Masalan, aytaylik, xo'p, iqtisodiyotni o'rganganimda, balkim bilmadim endi O'zbekistonni qanaqadir rivoj qo'shardim. O'zbekiston emas, umuman olganda butun jamiyatga yanada kuchliroq. Tasavvur qiling, agar anaqa borki, musofir iqtisodiyotchimi? Musofir iqtisodchi. Himoyalangan. Shu aka masalanda. Tasavvur qiling, u akadan masalan undan-da yoshroq boshlaganda, bitta misol, u odam hozir professor. Bo'lmasam, Ozodbek akamni deyman. 27 yoshmi, shunaqa. Professorda, Amerikada professor, teacher's assistant menimcha, fikrlashi juda ham kuchli odam va kerak bo'lsa, shunaqa darajaga chiqqandan keyin ko'p muammolarni hal qila oladi-da, societal problemlarni. Xo'p, masalan, bitta shu narsa, ya'ni men yoshligimda sacrifice qilganman yoki aytaylik, xo'p, o'yin kulguni sacrifice qilganman deb his qilmayapman. Tushunasizmi? Ya'ni aytsam bo'ladi. Kerak ham bo'lmagan, menimcha, in the first place. Bo'lgan endi u yoshlik haligi anaqa narsalar aytaman-ku, o'sha 5 yosh, 6 yoshda yetadi-da u. Aytmoqchi bo'lganim, odamlar nima qiladi? Men yoshligimni shuncha vaqtga ketkazdim, masalan, o'ynab olsam bo'lar deydi. Unaqa siqilishmas demoqchiman-da. Qani edi yanada kuchliroq narsa demoqchiman. IELTSdan ko'ra. It is beyond IELTS, beyond English. Shu narsa. Endi to'g'ri, sog'liq bo'yicha sacrifice bo'lgan. Yoki aytaylik, xo'p, nima bo'yicha yana siqilish, xo'p, xursandchilik, masalan, o'rtoqlarim yo'q, ya'ni bor, maza qilib o'ynamaganman, yoki har xil narsa qilolmayman. To'g'rimi? Balki bu narsa, ya'ni bu tomonlarda men xafa bo'lmayman. Chunki mana endi sekin bo'ladi, xudo xolisa sekin bo'lyapti. Men uchun oila muhimroq, o'rtoqlardan ko'ra, to'g'risini aytaman. Hozir shu yerda aytib qo'ying, nimaga anaqa yo'q bo'lib ketganimda ham. Chunki oldindan shunaqa oila, like family man deydi-ku. Men uchun vaqt, chunki oldindan siqilardimda, nimaga men dadam ko'chada yuraveradi, uyga kelmaydimi? Naborot, o'rtoqlar bilan maza qilib o'ynasa, o'sha vaqt sarflasa yaxshi ekan. U oiladagilar kutib turadi-ku. Shuning uchun men boshdan pulga qiziqmaganman, boshqa narsa emas. Aytdim-ku, dysfunctional familydan kelib chiqqanim uchun qaraganman, dadam shunaqa qilyapti, aytaylik, xo'p, men yaxshiroq bo'lishim kerak. Uyda onam xafa bo'lyapti uni ko'rib turib. Endi men uchun muvaffaqiyat bu pul topish emas.
ota-onam bilan yoki oilam bilan ayolimni yonida bo'la olsam, bolalarimga haqiqatda o'sha beradigan ma'lumotni bersam, bolalar nimaga просто tashlab qo'yadi bolalarni har xil extracurricular activitylarga. Bolalar nima deydi? Yonda atrofdagilardan ko'proq o'rganadi ota-onasidan ko'ra. Afsuski. Ya'ni yosh parent ko'proq vaqt sarflash kerak edi. Shuning uchun hozir shunaqa men lifestyle qilmoqchimanki, butun xudo xohlasa bolam katta bo'layotgan payti har doim o'shda bo'lishim kerak men. Endi qanaqa ma'noda? Hamma narsaga yordam berishda emas. Ko'rib kuzatib turish kerak. So'rab turadi ba'zi dadangiz, yaxshi o'qiyapsanmi bo'ldi. Nima degani u yaxshi o'qiyapsanmi yo'qmi? IELTS oldingmi, 7 oldingmi? Nima degani u? Ustozlardan so'rab qo'yish nima? Ertalabdan kechga. Ya'ni shunaqa holatda bo'lishingiz kerakki, bolangiz safe bo'lishi kerak, sizga gaplashgani, sizga o'zini fikrlarini yetkazib bergani. Men bunaqa environment bo'lmagan. Hech qachon yoshligimda ota-onamga o'zimni sirlarimdan haligi ishona olmaganman. Shunaqa bo'lishini xohlamayman. O'zingizda shunaqa bo'lishini xohlamaysiz. To'g'ri, o'sha maslahatlashishga kelganda ham ota-onadan emas, hozir bilsangiz Reddit degan anaqalar bor, har xil Telegram, ChatGPT bor hozir. ChatGPT ham bor. Muhim qarorlarni ham odamlar ota-onasi bilan emas, aynan ChatGPT, o'sha Reddit, onlayn do'stlar, kimdir orqali olyapti-da, bu ham o'sha ko'rsatadi. Ota-onasiga ishonch yo'qligidan, ota-onasini hurmat qilmasligidan-da. Afsuski O'zbekistonda ham sekin-sekin bu narsa oshib boradi. Oshib borish ehtimoli juda ham baland, chunki o'zi 4 ta qurilgan oiladan, 5 ta qurilgan oiladan ikkitasi ajrashar ekan. Statistika bo'yicha O'zbekistondagi statistika. Bittasi baxtsiz bo'lar ekan. Ya'ni ajrashish ehtimoli juda ham baland, просто ajrashmaydi. Bolasi bor yo shunga o'xshash narsa. Qarang, bizda nimaga bunaqa aytaymi? Bizda materializm juda ham kuchli. Materializm nimaga? Chunki biz rivojlanayotgan davlatmiz. Endi butun hamma effortlaringizni pul topishga qo'ymasangiz, boshqa yasha olmaysiz. Butun hamma harakat bilan pul topishga harakat qilmasangiz, siz omon qola olmaysiz. Shunda nima qolib ketadi? Tarbiya qolib ketadi, oila qolib ketadi-da. Bittasini tanlash kerak. Siz oilani tanlasangiz, hamma menga o'xshab anaqa emas-ku. Nima deydi? Menga o'xshab lucky emas-ku. Omadli. Ya'ni men ham pulim ham bor, ham anaqa oilamga ham vaqt ajrata olaman, ham shu yoshda. Shuning uchun hamma so'raydi, nimaga yosh paytda uylanding? Men shuni qurbim yetganim uchun xulosa savol bor do'st. Hozir gaplashamiz uni ham, to'xtab turing. Aytmoqchi bo'lganim, xo'p, bizda materializm juda ham kuchli. Nimaga kuchli? U odamlar haqiqatda aktiv materialist emas. Iloji yo'q-da. Tushunasizmi? Endi shu iloji yo'qligidan keyin nima qiladi? Ishlash kerak va shundan keyin siqiladi. Uylanishni ham xohlamaydi. Boya aytishga nimaga baxtsiz? Uylanishni xohlamaydi. Pul topsam bo'ldi deydi. Chunki yoshligida shunaqa katta bo'lgan. Nimaga bunaqa? O'zi bizda ekonomik statusimiz shunaqa. Average odamlar men bilan sizga o'xshab turaligi omadli emas. Bizda stabilitymiz ham bor, ish tomonlama. To'g'rimi? Va oilamiz ham yaxshi masalan. Nima qilsin odamlar? Nima qilsin? Yo ish topsinmi? Agar faqat farzandi bilan ertalabdan kechgacha vaqt sarflayman desa, u ish qolib ketadi-ku. To'g'rimi? Juda ham ko'p vaqt ketadi farzandlar bilan, oila bilan vaqt sarflash. Men o'zim bilaman. Okay? Xo'p, endi siz aytgan narsa nimaga baxtsiz bo'ladi? Shu materialistikdan kelib chiqadi hamma narsa. Faqatgina ota-onalar there's a societal pressure. Uylanasan deydi. Bo'ldi, uylanishim kerak deydi. Hali bola bo'lishiga tayyor emas. Lekin bizda nima bor? O'sha birinchi yilda o'zi bizda bola kutadi. To'g'rimi? Bo'lmasam u nima deydi? Erin va xotinni, o'sha ayol kishi, erkak kishi ikkalasi ham tayyor emas hali. Savol so'ramagan o'zidan. Men bola ko'rishga tayyormanmi? Tarbiya qilishga tayyormanmi? Nima qiladi? Pul faqat. Bunga anaqa bormi? Nima deydi? Maktabiga pul bera olamanmi? Shu narsa o'ylaydi. Bu yoqda qolib ketyapti. Endi ularda nima ayb? Yo'q. To'g'ri, so'rash kerak. Aytishingiz mumkin. Nimaga o'zini so'raydimi? Men bolamga tarbiya beraman. Harakat qiladi. Ota-onamizda ayb yo'q bizda. Harakat qiladi, lekin ularning ota-onasida ham shunaqa bo'lib kelganda, ya'ni shunaqa holatda chiqqanmiz, ekonomik bizda situatsiyamiz shunaqa bo'lganki, pul faqat qilish kerak bo'lgan. O'shaning uchun otamni, men onamdan analiz qilamanda, onam juda ham tushunadi meni. Chunki haqiqatda biz birga katta bo'lganmiz onam bilan, ya'ni 18 yoshda, 17 yoshda ular ham turmushga chiqqanlar. Men bilan katta bo'lganlar ular ham. Shuning uchun generation gap ozgina kamda. Tushunadi meni. Gaplashsak har doim shunga anaqa tushunishga harakat qiladi. Ya'ni lekin onamni onalariga anaqa kuzatsam, baribir o'sha stereotypical thinking ko'p. Nimaga? O'sha aytganimdek, ular thinking emas, ko'proq moliyaviy narsaga e'tibor bergan. Iloji yo'q bo'lgan. Shuning uchun biz ota-onamizni yomon ko'rmasligimiz kerak. Nimaga bunaqa holatda bo'ladi? Chunki shunaqa situatsiyaga tug'ilganda ularni ham birinchi kelishi bu dunyoga deydi. It's also their first time. Lekin bu narsa sizga excuse bermaydi. Ya'ni o'zingiz uchun bo'ldi, men shunaqa hayotda tug'ilganman-da.
yaxshilay olmayman demaslik kerakda. Agar shunaqa odamlar bor oramizda, ya'ni self aware, shuni tushunadi. Ha, meni hayotim hozir faqatgina pulga qarayapti, oilamga vaqt sarflay olmayapman deydigan odam shunga qaytsin. Ha deb haligi ko'chadan nima deydi, happiness qidirishni o'rniga. Endi nimaga anaqa bo'lmaydi? Chunki oilada ham tinchlik yo'qda. Yana o'sha narsaga qaytib keladi. Values. Bizning prinsiplarimiz. Valuelar nima? Materialism value. Again, xohlab turib materialism emas. Instinkt singib ketganda. Bu narsani qachon to'g'rilaymiz? Qachonki o'sha independent thinkerlar ko'paysa, bizga o'xshagan, siz bilan menga o'xshagan odamlar iloji boricha bu narsani o'zimizni bolalarimizni ya'ni bolali bo'lsak, ular sekin-sekin shunaqa turib tarqatadi. Hech qachon siz masalan birovni bolasiga o'rgata olmaysiz shunaqa narsalarni. O'zingiz yoshingizdagi odamlarga o'rgata olmaysiz. Uyg'otishingiz mumkin shuni haliga ilhom berishingiz mumkin. O'zi aynab topib turib oxirigacha quvmasa, baribir bo'lmaydi. Shuning uchun ham men hech kimga gapirgim kelmaydi, to'g'risi. Ya'ni nimaga podkastlar qilgim kelmaydi, nimaga har odamlarga gapirgim kelmaydi. U o'zingizdan boshlashingiz kerak, o'zingiz to'g'rilamasangiz bo'lmaydi. Qanaqa ma'noda o'zingizni to'g'rilashingiz kerak? Ya'ni oilangizga qarang. Bizda oilaga qarash yo'q hozir. Ko'p joyda. Umuman. O'zi menimcha eng zo'r yo'li ham shu. Menimcha boshqani o'zgartirish uchun biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak. Jalol Rumiy ham o'z davrida aytgan. Kecha men aqlli edim, dunyoni o'zgartirmoqchi edim. Bugun men donoman, o'zimni o'zgartirmoqchiman degan-ku. Menimcha eng zo'r yo'li ham shu bo'lsa kerak. Marriage haqida so'ramoqchiman o'zi. Ulug'bekni ayolim, uylanish, oilam degan so'zlarni yig'ib chiqsak bo'ladi. Yig'ib chiqanim. Choni chiqib ko'rsak bo'lar ekan. Nechta chiqar ekan bugungisi. Bu yaxshi, juda ham xursandman Ulug'bek siz uchun. Dinimizda ham, o'z jamiyatimizda ham, afsuski jamiyatda bu orqaga ketyapti, lekin aynan dinimizda yosh uylanishga chaqiruv bor, ya'ni targ'ib bor. Encourage qilinadi, uylanish ham har xil holatlar, masalan, sunnat, kimlar vojib, kimlar farzlik, baribir ko'pchilik cho'zadi. Va kattalardan eshitamiz, agar dono aqlli bo'lsa, yoshroq uylanishni tavsiya qilishadi. Sizningcha o'sha tavsiya sizni hali xafa qilmadimi, xursand qildimi? Qalay ishlayapti u? Albatta xafa qilmadi. Men kutgandim zo'r bo'lishini, ya'ni hayotim bir tekis ketishini uylangandan keyin ham yo'q. Albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Ya'ni yangi odam bilan siz bitta oilada turmush quryapsiz. Albatta qiyinchiliklar bo'ladi. Lekin u narsani siz gaplashib, u narsani to'g'rilashingiz kerak va endi boshdan o'zi to'g'ri odamga uylangan bo'lsangiz, bir-birlaringizga to'g'ri savollar so'rab turib, bir-birlaringizga valuelaringiz, qadriyatlaringiz tushgan bo'lsa, nima muammo bo'lsin, kelajakda ularni sekin muammolarni hal qilib ketasiz bo'ladi. Xo'p, lekin yosh uylanishni tarafdorimanmi? Yo'q. Aynan to'g'ri. Boshda shunaqa edim. Lekin hammaga emas, boya aytgandek. Hammaga emas. Ya'ni majburlab uylab qo'yadiganlar bor. Ya'ni sunnat deb turib, yoki nima bu dinimizda bor narsa deb turibdi. Endi men dinni tushunmayman, bu haqida umuman gapirmayman ham. Lekin qachon tayyor bo'lsa shunaqa. Hammaning holati har xil. Ha deb unaqa emaslik. Lekin shunaqa odamlar bor, qasddan nima deydi, uzoq cho'zib yurayotganlar bor. Ya'ni bular juda ham lekin jamiyatni kam qismini tashkil topadi. Asosan odamlar uylanmoqchi, lekin uylana olmaydi. Nimaga? Mashinasi yo'q, puli yo'q, boshqa narsa. Va biz o'sha bo'layotganda iqtisodiy statusimizga bog'liq borib taqaladi baribir. O'rtacha gapiryapmiz-da, hozir biz. O'rtacha gapirganda, menimcha, meni yoshimdagi odamlar uylanishga tayyor emas. Nima olib kelib turib, nima deydi, xotinni o'tkazib qo'yiladimi birorta yangi uyga, kvartiraga, ayniqsa Toshkentda. Qila olaman deb. Siz bilan biz boshqa aytyapman. O'rtacha olganda, IELTSda masalan daromad olmaydiganlar, teaching qilib daromad olmaydiganlar qancha? Ya'ni oylikka qarab yashaydiganlar ko'p. Endi bu o'rtacha olib qaraganimizda nima qilish kerak degan savol bor lekin. Uylanishni xohlaydi, xohlamaydi emas. Uylanishni xohlaydi, prosta imkoni yo'q. Qurbi yo'q. Nima qilsin? Shunaqa bo'lsinki, ya'ni shunaqa holatga chiqsinki, tayyor bo'lsin. Haqiqatda aytaylik mashinasi bo'lsin, aytaylik xo'p, u moliyaviy jihatdan tayyor bo'lsin. Lekin ko'pchilik boshqa ruhiy jihatdan yoki o'sha diniy jihatdan to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Ya'ni oilaviy jihatdan va shu nimaga borib taqaladi, ajrimlarga, boshqa narsalarga olib keladi. Shuning uchun qanaqa turib to'g'rilaymiz buni deydigan bo'lsangiz, u odamlar o'zini ustida ishlash kerak, to'g'rimi? Ya'ni qanaqa ma'noda? Ya'ni uylanaman deydiganlar hozir ko'pchiligi nimaga uylanmayapti? Shunchaki qizlar bilan gaplashib yuribdi-da. Shuni o'zi yetadi. Qizlar bilan gaplashib yuribman deydi. Xo'p, yoki qizlar bilan gaplashib yurmayapti ham. Prosta yonida kollegalari bor.
qiz kollegalari bor, o'shandan oladi, to'g'ri, o'sha ham source-da. Tushunasizmi? O'sha shahvatni qondiradigan source bu. Masalan, truly flirt qiladi, shuning uchun cho'zib yuraveradi. Chunki haqiqatda aytaylik, endi uylanish asosan nimaga ko'pchilik cho'zadi? Uylanishga harakat qiladi, lekin uylana olmaydiganlar nimaga cho'zadi? Birinchidan harakat qilmaydi uylanishga, chunki o'zi aytyapman-ku, u commitment. Hamma ham boshi chidamaydi, haligi nima deydi? Chidolmaydi. U yangi uy olish, boshqa narsa qurish, u ayoli bilan haligi nima deydi, muammolar bo'lsa uni yechishga ko'pchilik yetarlicha erkak emas hali. Prosta shunaqa. Boshqa narsalardan voz kechishga tayyor emas odamlar. Ya'ni masalan vaqt sarflasa bo'ladi oilasi bilan. Video game o'ynashga vaqt sarflash kerak. Undan voz kechishga tayyor emas. Nimaga ularni yana qaytaraman value'larga, qadriyatlarga. Masalan, men o'zimda qadriyat mendagi prinsipim shuki, yoshligimda aytyapman, oilani muqaddas deb sanaydigan odam bo'lganman. Shuning uchun shunaqa aytyapman. Ko'pchilik shuning uchun tarbiyasini to'g'lash kerak va yana qachon qanday boshlanadi sizni o'zingiz bolalaringizdan. Boshqachasi iloji yo'q. Ilhom bera olishimiz mumkin biz bilan hozir harakat qilib. O'sha ularni nima qilishimiz kerak? This is shu message shu. Masalan, o'rtacha odamlar gapiryapman. Shunaqa to'xtatish kerak shu narsalarni. O'zidan so'rash kerak, men nima qilib qo'ydim hayotda? Nimaga men hozir prosta gaplashib yuraveribman qizlar bilan? Chunki u bitta baribir nima desa bo'ladi? Ayollar bilan gap nima deydi? Baribir uni sizga beradigan hissiyoti boshqacha-da. Va odam erkakka shu narsa kerak. Gormonlar eng asosiy nima deydi? Asosiy faktor nima? Gormonlar, albatta, uylanishda, masalan, harakat qilishda. Xo'p, endi bu narsani nima deydi? Qondira olmaydi. Qanaqa qilib o'sha moliyaviy jihatdan nima qiladi? Prosta yuraveradi. Keyin o'zi 30 ga chiqqandan keyin odamning libidosi o'zi tabiatan tushadi va uylangiz ham kelmaydi. Masalan, shu narsani bilasiz. Va undan keyin shu holatda bizda oilaviy muammolar chiqadi. Chunki u odam o'zi uylanishni xohlamasdan turib uylangan. Ota-onasi majburlagan, chunki 30 ga chiqib qoldi, o'zi erkak bo'ldi. U paytgacha ishlati bo'ldi o'zini anaqalari nima deydi? Manly power endi masalan. Endi xo'p, yana shunaqa caselar bor. Puli ko'p. Puli ko'p. Xo'p, hamma narsasi joyida. Ilmi ham yaxshi, hamma narsaga tayyor, lekin uylanmaydi. Ular standarti juda ham katta. Juda ham katta yuqori standartlar qo'yadi. Endi ularga savol, o'zlari ham shu standartga haqiqatdan amal qiladimi? What do you bring to the table? O'zlari haqiqatda shunaqa qila oladimi? Arziydimi? Ya'ni siz o'zingizni partneringizdan anchagina anaqa, chunki mana qarang, partneringiz ham sizga u standart baland qo'yadi-da. Albatta. Tushunasizmi? Ya'ni siz baland qo'yapsizmi? U odam ham baland qo'yadi. Shuning uchun hech qachon topa olmaysiz. Arzish kerak. Ya'ni masalan men aytaylik, xo'p, ingliz tilisi IELTS 7 odam kerak deyapman. U odam menga IELTS 9 kerak deydi. Mening IELTSim o'zimniki aytaylik 6. Tushunasizmi? To'g'ri kelmayapti. Shuncha orada, shuning uchun kompromis qilish kerak-da. Iloji yo'q-da. Yoki arzishni boshlash kerak. Arzishni boshlash kerak. Lekin u qiyin. Arzishni. Hech qachon hech kim ideal bo'la olmaydi. Buni ham narxi bor-da, boya gaplashdik, ya'ni siz shu IELTS 9 uchun voz kechgan narsangizni aytdingiz. Menimcha, marriage-da ham o'sha narigi taraf uchun arzishga harakat qilishda ham o'ziga yarasha narxi bor. Ya'ni voz kechadigan hech kim shu narxni to'lashga tayyor emas-da lekin. Tushunasizmi? Nimaga shu tayyor puli bor hamma narsa o'sha narx to'lashga qiyin. Bu qiyin. Voz kechish o'zini hozirgi nima deydi, doimiy statik hayotidan voz kechish qiyin. Masalan, men o'zim juda ham xohlagandim uylanishni va mana uylandim. Keyin o'sha paytda o'ylamagan ekanman ham. Men shu single hayotni sog'inamanmi deb turib. Endi so'rash mumkin, sog'inyapsanmi? Sog'inaman, lekin ba'zida sog'inib qolaman. Masalan aytaylik. Lekin bu degani nima deydi? Xo'p, u haqiqatda shu narsani xohlayman degani emas-da. Odamlar nima qildi? Men hozir uylansam, shu ajralib qoladi. Nima deydi? Yolg'iz bo'lishimni sog'inaman. Ya'ni single bo'lganim yaxshiroq. Men siqilmasdan yurganim yaxshi. Hech kimgaligi birga qilishim kerak emas deb o'ylaydi. Shunaqa deb o'ylaydi-da. Lekin u ya'ni negativ fikrlaydi o'zi boshidan. Negativ fikrlaydi. Men pozitiv fikrlaganman boshidan. Ya'ni birga bo'lsam zo'r deganman. Endi hozir masalan ba'zida aytaylik, xo'p, qanaqadir muammo bo'lsa, men o'zim bo'lsam zo'r edi-da deymanmi? Bo'ladi, lekin u juda ham kamdan kam bo'ladi. Hech qachon bunaqa narsa xayolimga kelmaydi ham. O'zim bo'lganda zo'r bo'lardi hozir. Nima deydi? U g'alati ideya. Menga ancha ilhom berib yubordingiz, Ilhombek. Brother, boshqa Sizdan keyin to'yim bo'lsa, o'zi siznikiga boramiz. Zo'r. Ishga qanaqa ta'sir qildi turmush?
ishga yaxshi ta'sir qildi, chunki kam ishlayapman. O'sha aytgandek, maqsad shu edi. Kamroq o'zi boshida men ko'p ishlardim, yetarlicha. Bo'sh vaqtida qiladigan narsa yo'q edi Ha. manimcha. Hozir chunki ayolim bilan vaqt sarflashda o'zi ham foydali narsa-da. Tushunasizmi? Chunki bir-birimizni yaxshi tushunib olamiz. Bir-birimizni yaxshi tushunib olish va endi more than an emotional thing. Albatta, u bir-birimizga xohlaydi, hamma ayol bilan erkak birga bo'lishni xohlaydi. Undan ham tashqari lekin masalan bir-birimizni o'rganganimizdan keyin kelajagimizni ham yaxshi quramizda. Ko'pchilik oiladagi erkaklar va ayollar bir-birini navrot ko'rgisi kelmaydi qanchalik vaqt o'tkazgandan keyin-da. Nimaga o'zi maqsadi shu emasda ularni. Ya'ni productive marriage emasda, healthy emasda. Boyaga yana o'shanga qaytib keladi. Nimaga? Chunki boshdan o'zi xohlamasdan turmush qurgan boshqa narsalar. Shuning uchun men o'ylaymanki, ishimga ancha foydali bo'ldi. Baraka deydi-ku. Haqiqatda kam ishlayapman, lekin o'sha daromadim o'zgargani yo'q aslida. Ancha kam ishlayapman. Ham rizqdan ham barakadan aytayotgan ekansiz. Yaxshi. What is next, Ulug'bek? Endi keyingi maqsad qilmoqchi bo'lgan narsangiz. Hozircha yaqin kelajakdagi maqsadlarim shu o'zimni iloji boricha ko'proq kuchliroq odam bo'lishim kerak. Katta odam bo'lishim kerak. Qanaqa ma'noda? Hop, IELTS o'qituvchi bo'lib yurishdan foyda yo'q. Odamlarga foydasi tegmaydi. Chunki ingliz tilini ham o'rganyapti, bo'ldi. Ingliz tilida bizda planimiz tayyor, menimcha pishdi. Endi nima qilish kerak? Har tomonlama pishdi. Hop. Endi keyingi maqsadim men professor bo'lish maqsadim. Ya'ni qanaqa ma'noda? O'zim bitta sohani tanlayman-da, u bo'yicha haqiqatda yuqori darajadagi meni tushunadigan odamlar bilan ko'proq vaqt sarflab, ularga agar chunki qarang, sizda darajangiz oshgani sari ideyalaringizni ham yetkazib berishingiz qiyin bo'ladi. Ya'ni qiyin ideyalarni baribir shu narsani anglab yetdimki, baribir oddiy odamlarga tushuntirish Qiyin. nimaga? Chunki shunaqa bitta leveldagi narsani siz pastga tushirishingiz kerak. Pastga tushirishingiz uchun uni o'ta osonlashtirish kerak. Boyagi o'ta siz chiqishingiz kerak bo'lish kerak bo'lgan narsa uni tushuntirib bera olmay ekansiz. Shu narsani anglab yetdim. Qancha IELTSni ichiga kirib ketganim sari speakingda masalan bitta konseptni tushuntirishga harakat qilaman nuqul. Language confidence degan narsa bor. Endi u term emas bu. O'zim o'ylab topgan narsa. Language confidence degan narsani odamlarga qancha tushuntirishga harakat qilmay tushunmayapti. Uni qancha dumb it down degan fraza bor-ku, dumb it down qilyapman, tushunmayapti baribir. Nima dedim? U odam o'zi shunaqa levelga chiqish kerak men yonimga. Aytmoqchi bo'lganim, siqilib qolyapman shuning uchun o'rgatolmasam, lekin oddiy darajada dars o'taversam, u menga stimulating emas. Bu gap bilan endi men IELTSda ertaga tashlab ketaman deganim yo'q. Xo'p, o'quvchilarni kuzatgan bo'lsa tag'in noto'g'ri xayol ko'rmasin, lekin maqsadim shu, o'zim bitta soha, endi til bo'lsinmi, til sohasi yoki men psixologiyaga juda ham qiziqaman. Psixologiya bo'lsinmi yoki aytaylik, xo'p, technology bo'lsinmi, o'sha narsani eksperti bo'laydi va haqiqatda ekspert darajasidagi odamlarga tushuntira olay, masalan. Shu mening maqsadim. Menimcha siz aytgan narsani effektini men ko'p ko'raman. Bilasizmi? O'sha konsertlar, har xil entertaining videolar, Vine'da mana vloglar juda ko'p prosmotr oladi-da. Mash san'atkorni bolasi shunaqa ekan yoki mash san'atkorni shuncha eri bor ekan deb masalan qo'yilsa million prosmotrlar ko'riladi. Nega? Chunki o'shani ko'rishga aql yetadi xolos. Undan yog'iga o'tmaydi-da. Bilsangiz, ani kuchli ideyalar yoritilgan, kuchli bir leksiyalar bo'lgan videolarning prosmotri har doim kam bo'ladi. Ancha bu videoning ham prosmotri ancha kam bo'ladi. Jo'qacha kelib olgan o'zi odam katta rahmat agar foydali topgan bo'lsa. Aytmoqchi bo'lganim, Nasim Talebning gapi bor-da, hamma bilgan narsa bilishga arzimaydi. If everybody knows it, you don't have to know it. Someone will come to you and then tell you that. Masalan, yangiliklar. Men yangiliklarni kuzatmayman. Muhim bo'lsa kimdir aytadi-da menga. O'sha prosmotr ko'p bo'lsa, keyin videolarda negadir menda shunaqa hissiyot bor. Bu yaxshi video emas degan. Populistic ideas. Menga kerak emas degan narsa bor. Hamma ko'ryaptim. Shunga men ham anchalik o'qiyotgan kitoblarimni ham ko'rsangiz, mediada har doim maqtaladigan kitoblar emasda, qanaqadir o'zim topib, qayerdandir topib, uni kim qaysi manbadan topib, kam o'qiladigan kitoblarni topaman. Charlie Munger masalan. Chunki siz shu levelga chiqib qolgansizda hali. Balkim shundadir. Shu levelga chiqdingiz, endi sizga u oddiy mainstream content o'zi, chunki u narsani bilasizda. Lekin yana qancha odam sizdaqa? Tushunasizmi? Shuning uchun bizga populistlar ham kerak. Endi masalan siz o'zingiz lekin ekspert deya olmaysiz. Men o'zimni ekspert deya olmayman. Shuning uchun biz ham populistmiz hozir. Ayttirman. Shuning uchun populistlar o'sha intermediary odam bo'lish kerak-da, middleman. Bu odam kerak. Chunki quyi bo'lmasa ilhom beradi.
keyin u odam sizni darvozangizga chiqadi. Chunki biz ham qanaqa boshlaganmiz? Ikkalamiz ham birinchi populistlarni ham masalan Gary Vee anaqalarni, men motivatsional speakerlarni ko'rardim. U lekin to'xtatish kerak-da, u yerda qolib ketmaslik kerak. 12 yoshimda to'xtatganman. 12 yosh, 13 yoshimda shunaqa narsalar ko'rardim, bo'ldi. Keyin hozir qarasam cringe ekan. O'sha eski kichkina kanalimni ko'rsangiz. Lekin sekin-sekin o'sha cringedan tepalarga chiqamiz-da. Kerak bizga populistlar ham. Faqat me'yorda kerak. Ularni haligi worship qilmasligimiz kerak. Undan keyingi etapgacha chiqib qolishimiz bir kerak. O'shaning uchun to'g'ri populistlar kerak bizga. Populistlar ham to'g'ri bo'lsin. To'g'ri populistlar kerak, ya'ni qanaqa ma'noda o'zida olib qoladigan manipulatorlar bo'lmasin demoqchiman. Xo'p, shunaqa ideya, to'g'risi. To'g'ri, siz aytayotganingiz, ya'ni men o'zi ingliz tili olamida ko'p ko'rardim buni. Ingliz tilini o'rganish jarayonida haligi motivatorlar chiqib, motivatsiya beradi, tur, qil, ertalab 5 da bunaqa deydi. Endi O'zbekistonda ham chiqyapti sekin-sekin. Instagramda men ko'rdim, 500 mingtadan oshiq prosmotrlar, millionga ham boryapti kerak bo'lsa. Ya'ni shunaqa gaplar gapiradi faqat. O'zi unaqa emas u odam, lekin shunaqa gapira oladi. Balki menda Xudo iqtidor bergan, chiroyli gapirishga. Bir tarafdan xursand bo'lasiz. Ya'ni shu odamlar ko'rib, bundan motivatsiya olsa nimadir qilsa yaxshi. Ikki tarafdan xafa ham bo'ladi. Ular bizga cringe. Cringe-dek ko'rinadi. Shuni eshitib o'tiribdimi deysiz ham. Shunaqa, ya'ni O'zbekistonda endi sekin-sekin paydo bo'lyapti bular. Bilmadim yaxshimi yomonmi. Balkim ko'rib odamlar undan ilhomlanib, keyinchalik o'sha keyingi darajaga chiqar. Buni ham chunki esimda men ham o'sha yoshligimda xuddi yosh katta odamdek eshityapman, gapiryapman. Change your thinking, change your life degan kitoblarni o'qirdim. Self help kitoblarni o'qirdim-da. U keyin o'zimga qarasam, shunaqa ham bo'lamanmi? Bo'lmagan narsalarni o'qib yurgan ekanman deyman-da. Lekin sekin-sekin shu narsa olib chiqadi. Menimcha mana shu bo'lmagan narsalarni o'qib yurgan ekanmanmi yoki cringe bo'lgan ekanman yoki cringe narsani eshitganman degan narsa o'sganingizni bildiradi. Ha, to'pata. It means you grew. Lekin shu odamlar qarab turib cringe demayaptimi? Demak, ko'tarinadi. Yaqinda tezor post o'qib qoldim. Mohir akan kanalida, so'z kunlari degan kanal bu. Aka yozyaptilar. Haligi hazil qiladigan komanda bor-ku, cringe bo'lib qolgan deb yozdida dialog qilib. Men ketidan ular cringe bo'lib qolgani yo'q. Ular oldindan shunaqa edi. Sam o'sding deb yozganda, ular oldindan shunaqa edi. Shunaqa o'sgan sari odam ko'rib borar ekanda, nima cringe, nima to'g'ri, nima o'zal, noto'g'ri. Menimcha bu podkast ham 1 yildan keyin keyin qaytib ko'rsak, shunaqa cringe bo'lgan ekanmiz, bo'lmag'ur gaplar gapirgan ekanmiz. Bo'lsin. Bo'lsa yaxshi, bo'lsa o'sganimizni bildiradi. Ulug'bek, bugungi podkastga kelganingiz uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Bitta yakunlasak bo'ladi. Menimcha Xudo xolasa keyingi mehmonlarimiz haqida yozib qoldiringlar, kimni chaqiraylik podkastga. Men o'zim boshlab oldim. Podkastdan maqsad eshitib suhbatlarni olish. O'z bunaqa suhbatlar ko'p bo'ladi, men ham aytdim. Shuncha kunlar yozib olsak, kimdir eshitsa manfaat oladi, foyda oladi, balkim biz ham ilhom manbai bo'lamiz. Shunaqa gaplar. Sog' bo'ling. Rahmat taklif qilganingiz uchun Abdurazzoq. Thank you.